Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga aka, domla manaqa problem bo'lyapti. Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatimiz dema deyilgan. Alloh taolaning taqdiri, rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir. Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan ana psixologda. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarning aksariyat 35 dan tevada, o'rta yoshdagi, rosa kuch-quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q. Iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi, deyapti.